İbretlik hikaye. Kel dostum, sana bir hikaye aytib birey. Belki bu hikaye hayatında bir birliş noktasının pişayman qılıp arqanğa qarab qılğan xatalıqını körüşünge sebepçi bulup qelishi mumkin. Qulaq sal. Nihayet uzun zamanlar burun pak ve bigubar bir bala hili mikirchi qarindoshları bilan yashashga taqdiri putiludi. Halbuki u bala baxtga ve oila sevgisiga qattiq tashna edi. Kun kelib qarindoshlar bilan echilib, yeyilib, nihoyatda xushal o'ynashni arzu qilib, ular bilan billa o'ynag'ili chiqadi. O'ylamagan yerdan qarindoshlari uningga xiyonat qilib, quduq tashlab o'tadi va hayotida dada mehriga eng muhtoj vaqtda dadasidan ayrilib qoladi. Quduqdan qutuldirilganda bo'lsa, xohlagancha elib setiladigan bir qul bo'lib qoladi. Qilmagan bir jinoyat uchun tuhmatlar choplanib zindonga tashlanadi. Bu bo'lsa, Alloh Qur'oni Karimda biz insonlarga bayon qilib bergan eng güzel qissa Yusuf alayhissalomning qissasi edi. Nemishqa Alloh buni menga ravo ko'rdi? Xuddi biz bugungi baxtsizlik va xorliqimiz uchun javob topishga urinib, kuchimizning baricha hurkirab turib so'rayotgan bu savolni bu bola hayotida qiyinchilik uchirgan har vaqtda Alloh yo'lidan uzoqlashish uchun bir bahona sifatida so'rashga haqli edi. Chunki Yusuf alayhissalom har qanday bir bahona ko'rsatalaydi. Bugun atrofingdagilarga o'xshash u ham uchirgan dishvorchiliklarning hammasini dindorlarga ortib, vijdonini bir oz rohatl talishi mumkin edi. Balki Yusuf bu haqda bizdan mubakrak haqli hisoblanadi. Chunki uningga suiqasd qilgan, uningga hech qanday yaxshilik qilib boqmagan, uni quduqqa tashlab o'tgan uning qon qarindoshlari payg'ambar o'g'illari edi. U qon va din qarindoshlaridan ko'rmagan yaxshilik va kuyinishni bo'lsa, o'ziga yot bir yurtda bir kafirdan ko'rgan edi. Yusuf alayhissalom nima uchun diniga bu qadar mustahkam esiladi? Bu yerdagi hikmat zodi nima? U yashayotgan yangi muhitining ta'siriga uchrab, e'tiqod qilg'uvchilari cho'l jaziralik bo'lgan bu diniga isyon qila olishi mumkin edi-ku. Yo'q, ish undaq oddiy emas do'stim. Chunki bu yerda sen bilan men ko'rilmagan hammaga qodir Allohga bo'lgan iymon deydigan bir narsa bor. Bal aksicha Yusuf alayhissalom har ishda Allohning uningga ihson qilganligini ko'rib keldi. Bütün jafo mushaqqatlarini Qur'onda bayon qilgan shu oyatlarda yig'inchiqladi. Parvardigorim meni zindondan chiqarish bilan, qarindoshlarim bilan mening aromimni shayton buzgandan keyin sizlarni sahrodan bu yerga olib kelish bilan menga ihson qildi. Parvardigorim xolig'imni ishga oshirishga haqiqatan tadbirlikdir. U haqiqatan hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Parvardigorim, menga haqiqatan podshohlik ato qilding. Chush tabirini bildirding. Mushaqqatlardagi maqsad muddaoni bilib yetgan nafs bilan Allohning hukmlari haqida janjallashadigan nafsning orasida ne qadar farq bor, ha? Yusuf alayhissalom uchirgan har bir peshkalchilikni Allohning rahmat va lutfining bir parchasi deb tunidi. Alloh taolo bu haqda Qur'oni Karimda mundaq deydi: Yusufni Misr zaminiga yerlashtirdik. Uningga tush tabirini o'rgatdik. Allah xohlagan ishini amalga oshirishga qodirdir. Lekin insonlarning to'lisi buni uqmaydi. Yusuf qironiga yetganda uningga hikmat bilan ilm ato qildik. Yaxshi ish qilguvchilarni shundoq mukofotlaymiz. Biz Yusufni gunohdan va sat ishdan ana shundoq saqladik. Parvardigori uning duosini ijobat qilib, ularning hiylisini Yusufdan dafi qildi. Biz Yusufni Misr zaminida xohlagan joyda turadigan, mamlakatni xohlagancha tasarruf qiladigan qilib yerlashtirdik. Xohlagan bandalarimizni rahmatimizga erishtiramiz. Yaxshi ish qilguvchilarning ajrini bekor qilib etmaymiz.
Allah her bir bala qizo bilan rahmat, qiyinchilik bilan osonchilik beradi. Sen mushaqqatning o'ttirisida nima qilarini bilmaganda sana ihson keladi. Shunga herkizmi shaytonning vasvasiga agishib, Allohning og'amchisini qo'yib berma. Chunki natijada ziyon tortquchi yanada sen bo'lib qolasan. Dishvarchilik, pishkarchilik va fitnalar bo'lsa, Allohning pok bilan nopokni, ixlosmon bilan tuzkorlarni tasqab ayirib chiqadigan g'alviridir. Agar buningdan o'talmasang, barar joying axlat sanduqi bo'ladi. Tog'ni ustingga elib qo'ysimi, Allohga yomon gumon qilma. Beshingda ming turlik mushaqqat bo'lsa-mu, umidingni yo'qotib qo'yma. Dal shu paytlarda Allohga samimiy bandalardan bo'l. Xuddi Yusuf alayhissalom kabi.